Foizlarsiz 5 milliard so'mgacha. Bir qarashda bu imkonsizdek ko'rinadi, ammo tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining ulushdorlik asosidagi hamkorligi aynan shunday ishlaydi. 2024-yilda kompaniya 4 nafar tadbirkorga jami 6 milliard so'm miqdorida ulush kiritdi. 2025-yilning boshida esa surxondaryolik tadbirkor yashil iqtisodiyot loyihasi uchun 5 milliard so'm jalb qilishga erishdi. Keyingisi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Kompaniya 1 yildan ortiq faoliyat yuritayotgan, kamida 15 ta ish o'rniga ega korxonalarga ustav kapitalining 50% miqdoridagi mablag'ni ulushdorlik asosida ajratadi. Uning maksimal miqdori esa 5 milliard so'm. Muhimi, siz bu mablag' uchun hech qanday foiz to'lamaysiz. Qo'shimchasiga imtiyozli davr ham taqdim etiladi. Kompaniya kiritgan ulushni esa 7 yil ichida qayta sotib olishingiz yoki o'zaro kelishgan holda boshqa salohiyatli tadbirkorga sotilishi mumkin. Mazkur xizmatdan foydalanish uchun 2025-yilning 24-martiga qadar ariza yuborishingiz mumkin. Kompaniya sizning foyda olishingizdan manfaatdor.